Qizlarjonlar hammaga assalomu alaykum. Bugun bizda mamlaqa quyosh. 3,5 kilometr почти yugurdim. Endi ozgina skakalka sakramoqchiman va uyga zavtrak qilamiz birga. Mana go'zal daraxtlarim. Qizlarjonlar zelin bilan tostini xlebidan oldim hozir. Kecha xo'jayinim yuboribdilar. Bugun ertaga anaqa zavtrak yemoqchiman deb shunaqa zavtrak tayyorlaymiz bugun. Sizlar bilan birgalikda yugurib sakrab ketaman uyga endi. Mashq qilib. Qizlarjonlar, taqlid yo'limda yo'ldan tost oldim. Hozir zavtrak tayyorlaymiz. Ozgina огурцы, ozgina zelin. Огурцы вообще-то garajdan oldim, garajda turibdi. Cherimsha chiqdi. Sizlarda shunaqa bormi, yo'q bilmayman. Bu yerda birinchi marta yeganman. Har xil zelinlar. Hozir biron nima pishiramiz. Biron nima emas, xo'jayinim aytgan narsani pishiramiz. Так, девчули, boshlaymiz zavtrakimizni. Bizga tosti, no xlebda non kerak bo'ladi. Tuxum kerak bo'ladi, zelin и сыр. Помидорки тоже. На вкус. Kim xohlasa yeydi. Kim yaxshi ko'rsa demoqchiman. Ichiga avokado so'sa arzon bo'ladi. Avokado shunday xuddi yotib tarasha bo'lib olmadim magazinda. Oy. Так. Bizga пока ikkita tuxum yetadi bitta porsiyaga. Olamiz. Наша соль. Qizlarjonlar, bismillah deb zavtrakimizni pishirishni boshlab yubordim. Bu yerda videoni tezlashtirmay ozgina oldim. Yoqsa aytasizlar, yoqmasa bundan buyog'iga tezlashtirib olaman. Juda ham uzundan uzun bo'lib ketmasin deb qo'rqib oldim. Esicho kommentariyada yozib qoldiringlar. Так, tuxumimizni aralashtirib oldik qizlarjonlar. Endi zelinimizni to'g'rab olamiz. Ну, kechagi zakaz qilgan zavtrakingizni qilyapman. Наверное, в следующей жизни. Ой, bunaqa qilib qo'yamiz. Bunaqa yaxshi ko'rsangiz. Nima yetarli deysan? Biza yetami turib. Так, qizlarjonlar, skоворodkani kichkina qilyapti. Ikkiga bo'lamiz. Молодец. Endi Комната мама говорит. olmasdan onu yapışıp bana. Вот так.
так. Короче. Вот так. Ну, тут холодный. Посыпаем. Надо было не так. Опа. Сыр, помидорки, вот такие огурчики. Колбаски будут вообще шрамбила, да? Но у нас нету колбаски. Вот так проверяем. Qiziljo'lla birinchi o'rinda oilamni to'ydiraman, keyin o'zim o'tiraman. Spokойно, hech kim meni nima deydi, trogать qilmasligi kerak. O'tirib mazza qilib choy ichaman. Bir o'zim bo'lsa ham farqi yo'q. Ko'pchilikda ham, конечно, yaxshi, no. To'g'rirog'i hammani yuborib, keyin mazza qilib o'tirishni juda ham yaxshi ko'raman. Mana bu ikkinchi уже porsiyamni pishiraman. Qiziljo'lla birinchi porsiyada eslarida bo'lsa nonni qo'yib, ozgina ushlatib qotirib qo'ydim tuxumni. Bu yerda esa mana birinchi nonni shunday tuxumni yoyilgandan keyin srazu nonni qo'yib, ikkinchi tomonni aylantirib olamiz. Ikki tomoniga ham tuxum bir xillikda surilishi uchun nonga. Ikkinchisi o'zim xohlagandek yaxshiroq chiqdi, uchinchisi undan ham zo'r chiqadi. Bu yerda любой начинка o'qiydi qiziljo'lla. Xohlasalaringiz farsh qo'yinglar, xohlasalaringiz tovuq go'shti farshi, mol go'shti, kolbaski. Menda halol kolbasa yo'qligi uchun to'g'risi bu yerda halol kolbasa topish qiyin juda ham. Shuning uchun prosta sir, pomidorka, огурцы qildim. Xohlasalaringiz avokado qo'yinglar, xohlasalaringiz nima deydi, вот nimani yaxshi ko'rsalaringiz o'shanaqa narsani qo'yishlaringiz mumkin. Вот shirinlik bilan eksperiment qilib ko'rganim yo'q hali. Может, keyingi safarlarda ko'ramiz. Buni xo'jayinim kecha ishda o'tirgan paytim yuboribdilar menga silka. Ertaga esticho mana shunaqa zavtrak yemoqchiman deb. Shunga nima deydi, xursand qilgim keldi. Bilasizlar, shanba bozor kunlari har xil ovqatlar pishirishni yaxshi ko'raman. Ayniqsa uyimdagilar zakaz qilgan ovqatni. Chunki выходной ham bir nima deydi, bir kichkinagina bayram hisoblayman. Men shunday hisoblayman. Sizlarda qanaqa bilmadim. Ikkinchisi qaranglar qanaqa chiroyli chiqyapti. Вот ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi, beshinchisi deganda hammasini pishirib, to'yg'izib, hammani ishga yuborib, endi o'zimnikiga ham navbat keldi deydi-ku, o'zim mazza qilib keyin choy ichdim qiziljo'lla zavtrakka.
Şurada. Bu keyingi porsiya уже добавка bo'lyapti. Kimgadir eslopim o'g'limgami, xo'jayinimgami ish qilib kimdir добавка so'rashdi, shunga добавка pishirilyapti bu yerda. Quyoshni nurini qaranglar. Qanday chiroyli. Вообще шикарно. Ko'rinyaptimi quyoshni nuri? Короче, samokat olyapti bolalar. Soati 420 so'm. O'tgan 350 dan edi-da? O'tgan 350 dan edi. Qiziljo'la bugun 1-may, ertalab ham 1-may edi. Zavtrak qilgan paytlarim hozir aylanishga chiqdik kechga yaqin. Bu yerda nima deydi, Rossiyada nimasi yoqadi menga, bolalar o'zini talantlarini chiqib mana shunaqa nabережныйlarda qo'shiqlar aytib pul ham ishlash mumkin. Men просто o'zimni yoshligimni eslayman. Birorta kishi menga chiqib qo'shiq aytib pul ishla desa, bizda uyat hisoblangan-ku, lekin bu yerda bunaqa emas. Nima uchun yo'q? Aytib bilsang, ayt. Men hamma vaqt qo'llab-quvvatlayman bunaqa narsani. Endi yoshimiz o'tgan sari, naверное, shunaqa bo'lgan biza. Деньги? Красота. Juda chiroyli manzara. Ha? Нет. Ну вообще красота. Очень красиво. Завтра можно. Ну да. У нас тоже ветер был с утра. Qiziljo'la mazza qilib aylanib olib, marojnalar yeb, kayfiyatimiz ko'tarib, endi biron joyga ujin qilishga yo'l oldik. To'g'risi uydan chiqqancha mazam qochib chiqim kelmay, uyda qolgim kelib, ko'p narsalarni gapirib chiqaman. Uydan chiqqandan keyin mazza qilib aylanasan. Xudoga shukr shunisiga ham xo'jayinimiz ham qulog'imizdan tortib olib chiqadilar bir joylarga aylanishga. Ming rahmat shuning uchun ham. Без помощи. Мам, у вас вот это света зачихает. Не надо. Я уже перевела. Devchulilarim, hammaga assalomu alaykum. 2-may kuni bugun. Ertalabdan o'g'limni o'qishga yetkazdim. Zavtrak ko'ryapsizlarmi? Zavtrak yo'lda. Chunki ertalab yugurishga chiqdim. Hamma uxlashga kirib ketdi, biz yugurishga chiqdik. Yugurib bo'lib keldim, o'sha vaqt o'g'ilni trenirovka deyman, o'qishga yetish kerak. Srazi kelib yo'lga chiqdim ovqatim bilan birga. Ну, как перекус qiziljo'lar. Bugun havo zo'r. Bugun ulgursam pomidor bodringlarimni ekmoqchiman teplitsaga, потому что bizda hali ham sovuq. Короче, qiziljo'llarim, hamma joylarim yig'ishtirib bo'ldim, lekin pollar artilmagan. Hozir dalaga chiqishim kerak, хотя бы zelen ekishim kerak. Bugun pomidorlarni ekamanmi deb borib so'rasam, bitta pomidor 120 so'm deydi. 120 rubelni. Sizlarda вообще ko'p qimmat bo'ladi. Bizda mana bo'yicha, mana pul ishlashim bo'yicha ham bu juda qimmat. Kutamiz ozgina. Mana bu yerda огурцlarim bor. Bularni yuvibmi bilmayman, xolodilnikka qo'yishim kerak. Ko'raman, xolodilnikka o'sha garajimiz issigan. Garajda saqlardim ko'vishlarimni. Bu tikvadan biror nima pishirishim kerak. Bularni xolodilnikka qo'yaman. Shu o'zi uxlamoqchi edim. Soatni ko'ryapsizlarmi? 2dan 2:30.
Uxlamaslik uchun hozir kofe ichida qilaman o'zimga emas, xo'jayinim ham dala холодный kofe asti deyiladi, по-моему. И dalaga chiqamiz birgalikda sizlar bilan. Девчули, chiroyli manzara qilib o'tirishga vaqtim yo'q, shuning uchun nima deydi? Быстрый variant. Nimaga? Kofega 2 porsiya qilaman. Kofeni damlab olamiz o'zginagina suv bilan. Suv bilan yorilib ketmasa bo'ldi bunimiz. Kokteyller uchun bu. Чуть-чуть еще. Так, endi buni yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Sizlarga bunayroq qilib ko'rinsin. Qizlar yodimdan chiqdi, bilasizlarmi nima solish? Sgущенное молоко solishim kerak. Kichuli ochilgani bori topolmadim. Buni ham solib ko'pirtirib olamiz. Xo'jayinim shirinroq yaxshi ko'radilar, shuning uchun shirinroq qilaman. Tak o'zimga buncha solmas edim. Так. Дальше. Давай. Yaxshilab. Девчули, endi esa bunisiga vaqtim yo'q, yuvib o'tirmayman hech narsani, shunday solaman. Sливки 20%lik qo'shsalaringiz 33%lik so'salaringiz ham bo'ladi. Ozginagina sut. Yuvib o'tirishga vaqtim yo'q, aytib o'tdim. Ko'pirtirib olamiz buni ham. Qizlar jo'lla qancha ko'p ko'pirtirsalaringiz shuncha yaxshi. Qizlar jo'lla tayyor bo'lgan kofeyniy va молочный massamizga sначала stakanlarimizga nima solib olamiz? Muz solib olamiz. Kim qanday yaxshi ko'rsa. Men yoqdagini ham issig'ini ham yaxshi ko'raman. Birinchi молочный massam soldim qizlar jo'lla, ustidan kofeni solamiz. Juda ham chiroyli manzara bu. Menga juda yoqadi mana shu moment. Mazza qilib, hozir xudo xohlasa ichib, dala issiq mazza qilib ishlaymiz endi. Zo'r kokteyl. Короче, qizlar jo'lla, hamma joy bardak qilib. Mana bu yerda nuri o'zi nimaga yerga solib aralashtiraman. Yo'qligiga o'sha aralashtirdim. Yerni tozalash kerak, temirlarni qayergadir olish kerak. Bu yerda ham hozir chop chiqaman chiroyli qilib, malinamni yumshatib takini nur sepaman. Mana bu yerda esa уже qilib bo'ldim, qaranglar. Mana bu yerda nimalarni черная смородина, по-моему. Уже asta-asta kelaman. Mana bu yerlarga nima ekaman hozir qizlar jo'lla? Zelen ekaman. Chiroyli qilib chiqdim paka kokteyilcham bilan.
Chuli kimdir aytdi menga o'zimizda milliy kiyimlarni kiyib yursa kuladi ruslar deb. Mana men kiyib chiqdim. Menga vash bir tin. Odamlar gap to'g'risi. Menimcha yarashgan deb o'ylayman. Qiziljo'la xo'jayinim ish bo'yicha chiqdilar. Menga ham yur bir aylanib kelamiz dedilar. Chiqdik, xudoga shukr ishlarini ko'rdik, mazza qilib торговый centrga bordik-da, перекусить qilib, endi kinoga kiramiz hozir. Men bu chiroyli manzarani ko'rsatib o'tay dedim. Mazza qilib kinolarni ko'rib, popkornlarni yeb, ko'chaga chiqsak, ko'chada shunaqa yomg'ir urayotibdi. Endi uni ham o'zini gashti bor Qiziljo'la. Bilmadim sizlar yaxshi ko'rganmisizlar yo'qmi, yaxshi ko'rasizlarmi yo'qmi? Men yomg'irni manzarasini ham juda ham yaxshi ko'raman. Uchrashgan vaqtlarimiz ko'pincha yomg'ir yog'ardi. Так, девчули, hammaga xayrli tong. Bugun yakshanba tongi. Svetlarni yoqqanim yo'q, qorong'iroq. Hozir yugurishga ketaman, xo'jayinim meva olib keldilar, tepadilar. Buni beraman-da, o'zim yugurishga. Qiziljo'la. Bugun yugurishga chiqdim. Ko'ryapsizlarmi qancha chuvalchanglar dalada. Kecha yomg'ir yog'uvdi-ku, hamma joyda chuvalchang bosibdi. Qiziljo'la dam olish kunlarimni nimasini yaxshi ko'raman? Qiladigan, tuzgan rejalarimni ko'psini amalga oshira olaman. Bugun obedga emas, kechqurunga, naverna, tabaka yegim kelib ketdi shuni. Yosh tovuq go'shtchilarim bor edi. Hozir chiroyli qilib tozalab, keraksiz joylarini olib tashlab, yaxshilab yuvib, marinad qilib qo'ymoqchiman Qiziljo'la. Dugonam O'zbekistonda yoshligimda dugonam bo'lardi. Dugonam hozir ham bor. Dugonamni otasi tabaka qilib sotardi Qiziljo'la. Har safar borgan paytim juda ham yaxshi ko'rib yegim kelardi, lekin ular sotishga qilardi-da. Uncha ko'p yemagan biza. Uyda lekin ayamlar tabaka qilmaganlar, faqat sotib olardik Qiziljo'la. Bugun shu tabaka yegim kelib ketdi, tim bo'li yosh tovuqchalarim bor edi. Shuning uchun shularni chiroyli qilib отбивать qilib, birinchi ichidagi keraksiz narsalarni olib tashlab, yaxshilab yuvib, keyin marinad qilishga qaror qildim Qiziljo'la. Trenirovkadan keyin bunaqa chiroyli kofe ichamiz. Qiziljo'la har doim video oxirida xayrlashish jarayoni to'g'ri kelmay qoladi. Hozir xayrlashib qo'yaysizlar bilan. Yozayotgan kommentariyallaringiz uchun har doimgidek kattadan katta rahmat. Qo'llab-quvvatlaganlaringiz uchun, hamma vaqt yaxshi gaplar bilan, so'zlar bilan podдержка qilganlaringiz uchun sizlarga minnatdorchiligimni bildirib o'tmoqchiman. O'tgan vloglarimdagilarga ham vlogimni oxirigacha tomosha qilganlaringiz uchun, sog'inib yozadiganlaringiz uchun ham kattakon rahmat. Menga hammasi приятно, hammasini o'qiyman, iloji boricha hammaga javob berishga harakat qilaman. Kimga qiziq bo'lsa, Telegram kanalimga ulanib olinglar. Qiziljo'la u yerda onlayn nima deydi, har kunlik bo'lmasa ham 2-3 kunlik yangiliklarimdan tashlab turishga harakat qilaman. Albatta ulanib olinglar. Qiziljo'la bu yerda esa sous taxlab olamiz hozir. Uyda bor zelenlaringizdan yaxshilab maydalab to'g'rab olinglar. Menda bu yerda ko'k piyoz, ukrop, ozginagina petrushka va ozginagina kinza. Ustiga ko'proq tozalangan qirg'ichdan o'tkarilgan bunaqa pressa-davilkadan chesnogimizni o'tkazib olamiz Qiziljo'la. Chesnok qancha ko'p so'salari, souslari shuncha nima deydi, aromatniy, prяный bo'lib chiqadi. Shuning uchun men 3-4 ta zubchik chesnok soldim, по-моему, agar ko'p bo'lmasa. Ta'mi ham yaxshi keladi. Chesnochni bilasizlar, apetitni juda ham chesnok ochadigan mahsulot. Shuning uchun kimga yoqsa, albatta ko'proq solinglar. Sol,
murch, ozgina водичка. Qiziljo'lla tovuq go'shtimizni hozir yaxshilab marinovat qilib olamiz. Taxlagan marinadim bilan. Albatta 2-3 soat marinovkada turgani juda ham yaxshi bo'ladi. No biza birinchisini zavtrakka просто tuxum qovurib berdilar. Keyin buni ko'rib xo'jayinim shundan ham qovurib berdilar. Yarim soatgina turdi. Kichkinaysini birinchi pishirib oldim, lekin juda og'izda eriydigan sochni bo'lib chiqdi. No ikkinchisini birinchi qovurib olib, keyin duxovkaga qo'ymoqchiman. U juda ham boshqacha bo'ladi degan umiddaman. Hozir mana bыстренько marinovat qilib olamiz и уже сразу ikkinchisi yoqqa ketadi. Chunki xo'jayinim ishga jo'natyapman. Plotный завтрак qilib, shu bilan obedda ishda bo'ladilar. Go'xida uyga ishga ham bir nimalar olib ketadilar, no bu safar olib ketmadilar. Qiziljo'lla tabaqamiz tayyor. Og'izda eriydigan, juda ham sochni to'g'risi. Turishidan ham ko'rib turibsizlar, juda ham ajoyib appetit ochadigan ovqat bo'ldi, xudoga shukr. Hozir xo'jayinimga beraman. Ustiga yana sous soldim. Sousni qaynatib oldim qiziljo'lla. Issiqqina yaxshilab badaniga singiydi deb. Shunaqa qilib, bugun zavtrak obedimiz mana shunaqa bo'ldi bizani. Ustiga ozginagina zelen to'g'rab sepdim qiziljo'lla. Главный ekspertimiz xo'jayinimga juda ham yoqdi. Menga shunisi yetarli. Qiziljo'lla tabaqani ikkinchisi. Birinchisini nimada pishirib oldim? Просто yog'da. Chunki u yupqaroq edi. Ikkinchisini yoqqa qovurib oldim. Endi duxovkaga yubormoqchiman. Chunki duxovkada yaxshiroq pishadi. Birinchisi ham yurib chiqdi. O'zimga qilaylik. Souschasini mazaj qilamiz. Ozgina suv solsammi, yo'qmi bilmayman. To'g'risini aytsam, первый раз tabaka qilaman. Так. И томатный чесночный соус bor, shuni qo'yamiz. Наверное, ozginagina suv solaman. Qurib ketmasligi uchun. Krasota. Suv solish kerak emasdi, lekin men solayman ozginagina. Kuyib ketmasligi uchun. Pyureshka qildim kechqurunga, yoniga sous qildim qiziljo'lla. Bu sous smetana bilan cherimsha chesnokka o'xshaydigan narsa. Bu yerda bizada o'sadi. И томатный соус bor, чесночный еще. И, наверное, кукуруза ham добавить qilaman. Все, duxovkaga boramiz. O'zimga munaqa kofe chaqirib oldim, o'z dalada ichib olaman. O'zinim tayyor bo'lyapti. Shu ertangi kunga xudoga shukr tayyor biza. Yo'q, kechqurun ishlashim kerak hali.